o'zimiz opamiz Buxorodan opamiz Marjon opam bilan gaplashamiz, suhbatlashamiz inshaalloh. Marjon opa, kayfiyatlar yaxshimi? Xudo xolasa mana Angliyada 2 yil 3 yildan beri mana shu yerda ishlab, mana shu yerda yashab, shu yerda o'z karyerangizni qilib, pochcham bilan, Otabek akam bilan birgalikda baxtli hayot kechiryapsizlar. Inshaalloh buni ko'rib, ko'zlarim bilan ko'rib xursand bo'ldim. Marjon opa, kayfiyatlar qanaqa? Zo'r. Juda ham zo'r kayfiyatlar. A'lo. Hali Angliyaga ko'nikib oldingizmi? O'sha shu yerda hamma sharoitlar yaxshi, kecha mehmon bo'lib, xursand bo'ldim-chi. Hamma yoq yetarli, uy bor, ish bor, oylik bor, pul bor. Asosiy miya baxtli, birgalikda Stress yo'q, stress yo'q. Uydagilarimiz tinch. Xudo xolasa. Marjon opa, qolgan Angliyaga kelaman degan ko'p opa-singillarimiz so'raydi, kommentariyaga yozishadi. Ularga qanaqangi maslahat berasiz? Ularga maslahatim Angliyaga kelish kerak, kelib faqat ishlash kerak. Faqat ishlash ham emas, har ishni o'zini vaqti soati bor. Dami ham bor, ishlash ham bor. Shu dokument taxlab ishonchli mana ko'rdik, ana o'zimizni ukamizni ham taxlatyapmiz. Hammasi ishonchli, ishonib berib, dokumentlarni boshlab bersalar bo'ladi inshaalloh. Kelasiz. Ish oson, juda qiyin emas. Yo'lingizni olib ketasiz. Biz ham boshiga azob chekdik, 3-4 yil. Yaxshi odamsiz. Bir kunda necha soat ishlaysiz, Marjon opa? Bir kunda 8 soat ishlayman, bir kunda 8 soat. Ishim qiyin emas, shu yaxshi. Soatiga примерно 15-20 funt sterling atrofida ishlaydilar. Haftasiga 500-600 funt, oyiga 2200-2400 funt sterling. Bu endi oyligi 2700-2600 dollardan boshlab 3000 dollargacha bemalol daromad qilsalar bo'ladi. Opamiz restoranda ishlaydilar, kofe shopda ishlaydilar. Xudo xolasa, ishlar o'zlariga yoqadi. Ayollar uchun mos, qiyinchilik yo'q, og'ir ko'tarmaydi. Ayollar uchun yaxshi oshxona. Ko'proq ayollarga shu restoran, oshxona mana shu sohalarda ishlasa, maza qilib ishlaydi. O'zi ishxonani mashinasi o'zi olib boradi, o'zi qaytarib olib kelib qo'yadi. Bunaqangi sharoit halicha qolgan davlatlarda ham bo'lmasa kerak. Angliya shu tomonlari bilan ham, shu insonlarga bo'lgan qanaqadir hurmati bilan ham haqiqatdan ham ko'p millatlarda o'ziga hurmat qilishga majbur qilib qo'yadi. Angliya shu taraflama juda oldiga chiqib ketgan, rivojlangan davlatlar. Bilasizlar, ko'pchilik Schengen zonadan ham ajrab chiqib olgan. Schengen zonadan aloqasi yo'q. Angliyani alohida o'zini vizasi bilan olinadi. Angliyani o'zini alohida vizasi bilan kiriladi. Xudo xolasa shu qolgan opa-singillarimizga qanaqangi maslahatlaringiz bo'lsa, inshaalloh bersangiz, Xudo xolasa buni ko'rgan opa-singillarimiz ham qalbida qanaqadir bir jizzaydi, bir gulxon paydo bo'lib, inshaalloh o'sha o'tirgan o'rnidan sakrab tursinda viza protsessini boshlasa, qanaqa energiyaga to'lasizlar bu davlatga kelinglar maslahat. Lekin birinchi o'ringa ingliz tilini o'rganib kelinglar. Eng birinchi o'ringa til bilsalaringiz yana ham yaxshi joyga ishlaysizlar, yaxshi oylik olasizlar. Til bilsalaringiz yaxshi. Har doim til bilgan odamga 1000 tanga, til bilmagan odamga 1 tanga deyishadi-ku, shuning uchun ko'pchilik farzandi borlar, o'g'li, qizi borlar ham mana hozir 5 yosh, 6 yosh, 10 yosh, 15 yosh farzandlaringni o'qitinglar. Bundan buyog'iga Yevropa, chet el davlatlarida talab ishchi kuchi kuchayaveradi. Bundan bag'iga maksimum o'sha bu yerda kelib ishlagan odam baraka topaveradi. Chunki musofir odamni topayotgan har bir dollari 1 dollari 100 dollarda, 100 dollari 1000 dollarda barakatini beradi. Bu narsa fanda ham isbotlangan, bu narsa ham diniy tomondan ham isbotlangan. Ko'pchilik o'zbeklarimiz chet ellarda borib ishlab, uylar mana o'sha xo'jayingiz Otabek akamas, Samarqanddan uy qildilari, hamma sharoitlar, uydagilarni qo'lni oila a'zolarini arz pishti qilib, qo'lni ta'minlaydi. O'sha Alloh taolo rizqlarini Otabek akam tomonidan beryapti. Shuning uchun ham Otabek akam topayotgan pulida, topayotgan daromadida barakot bor. Shuning uchun o'sha musofir joyda ishlaganda o'ziga yarasha barakati bo'ladi. Bu turni bitta krupniy summa ishlaydi-da, ancha-muncha bo'ladigan seriozniy ishlarni ham hal qilib olsa bo'ladi. Shuning uchun Xudo xolasa kelinglar Angliyaga, inshaalloh shu
shu yerda o'zbeklarimiz ham shekilli ko'payib qoldi. Xudo xolasa bugun Marzon opam o'zini gapi ham bor ekan, gap deydimi bizda nima deydi? Gap, ayollar gap. Alg'u deyishadimi, gap deyishadimi, gapga boradilar. Ayollarimiz gap o'ynayapti, shunga qaraman. Har bitta gap Kelinglar. necha hafta, bir hafta, bir oyda bo'ladi. Bir oyda. Bir oyda bir alg'u gaplari bo'lar ekan. Har gapda necha puldan pul berasizlar? 500 500 funtdan alg'u o'ynashadi. 15 kishi o'ynayapti. 15 kishi bo'lsa 6,5 ming funt bo'ladimi? Bitta borganda 6,5 ming funt, 6,5 ming funt sterling olgan odam haq beradi. Mashalloh. Bu ham o'sha qanaqadir barakotda endi, bitta krupniy plyus ishlatdi. Birorta seriozli ishlarni hal Bu ham qilsin. bir energiya, ayollar uchun energiya, quvvat. Bu pul ayollarning quvvati. Quvvati. Energiyasi. Ayol- Maslahatim keling, energiyaga to'lib, faqat bosish kerak. Ayol kishini cho'ntagida puli bo'lsa, erini ham diqqat qilmaydi, o'zi ham stressga tushmaydi. Energiya. O'sha energetik har kunlik hayoti yanada zo'r bo'lishi uchun harakat qiladi. Farzandlarni, masalan, hamma sharoitlarni qiladi, kamchilikni. Albatta, albatta. Bu yerda tim bo'li maktab, bog'chalarda ham sharoitlar o'tda ham ta'rifga til ojiz. Bu yerda o'rganaman desangiz, bunaqangi videolardan 10 soat, 15 soat chiqarsam yetmaydi, chunki bu o'ta ham Angliya haqiqatan ham oldiga o'tib ketdi, kulturniy davlat. Lekin oldin qaysi Angliyaga kelishdan oldin birinchi davlatda bo'lganmiz? Yo faqat o'sha O'zbekistonda o'zidan primoy o'sha Angliyaga to'g'rilansa Angliyaga keldi. O'zbekistonda Angliyaga keldi. Rossiya passiyaga bormagansiz. Sizga o'sha O'zbekistonda yurganingizda o'zingizni dugonalaringiz, o'zingiz yaqinlaringiz sizga nimalar telefonda gaplashasizlar, nimalar haqida gaplashasizlar? Mana ham bo'lay, chiroyli shahar, bizani ham cho'qir, biz ham ketmoqchi. Faqat shu Hammasi tegisi kelib. chiroyli joy, biz ham bo'laylik ishlaylik. Xolasa o'sha dugonalaringizga ham Alloh g'oyibidan yetkazsin, nasib qilsin. İnşallah, xohlasa kimga Angliya vizalari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 90li 779 0407 shu nomer Telegramdan bor. Telegramda yozsangiz ham bo'ladi. Xudo xolasa uzoqda bo'lganlar ofisga kelsa ham bo'ladi. Inshaalloh, xudo xolasa prosesni boshlaymiz. Biz insonlarga foydamiz uchun shu harakat qilyapmiz. Xudo xolasa har bitta insonga vizasini olishda Alloh taolo bizni sababchi qilib qo'ysin. Inshaalloh sababchi qilib qo'yganidan biz xursand bo'lamiz. Xudo xolasa inshaalloh oqibatimiz bundan ham ulug' bo'lsin opa. Inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishaylik, tez bunaqangi ko'rishishda nasib qilsin. Xudo xolasa keyingi partiya ayollar, qizlarimizni, o'zimizni do'stlarimiz, akalarimiz, ukalarimizni birgalikda Angliyaga joylashtirgan, tashlab kelganimda inshaalloh yana kelishga harakat qilaman. Bu yerda sizlar bilan o'tgan suhbat, sizlar bilan o'tgan davrada mazza qildim. Sizlar o'zbeklar mana shu yerda o'zini yo'lini topib realniy mazza qilib yashayotgan, realniy mazza qilib ishlayotganini ko'rib turibman, ko'zlarim quvondi. Inshaalloh qolganlarga ham xuddi sizlar qatori nasib qilsin inshaalloh. Inshaalloh. Hammaga rahmat. Easy Visa best of the best. Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh Angliyada ko'rishganda ko'rishguncha. Sog' bo'ling.